Qarang, 1, 2, 3 ta kottejimiz to'rt sotixdan iborat sotuvga qo'yilmoqda. Manzilimiz Karmana tumani, Shohsaroy to'yxonasining orqasida joylashgan. Birma-bir tanishtirib o'taman, videoni diqqat bilan ko'ring. Kottej olaman degan tanishlaringizga videoni yuborib qo'ying. Ikkita kottejimiz yonma-yon korobka holatida, fasadlari 23 metr, ichkariga qarab 18 metrlar ketgan. Keling, birma-bir ko'rsataman. Bu tayyor kottejimiz, u tarafdagi ikkitasi agar kimda kim yonma-yon olib remontini o'zim qilib olaman desa, narxi 730 million so'mdan sotilmoqda. Bu tayyor kottejimiz demak 840 million so'mga baholandi. Pishgan qishdan qurilgan, podushkalari, fundamentlari chotka qilib baqavat qilingan. Qarang, hovlidan kirib kelganingizda mana bu tarafda panoramli oyna qilib oshxona qismiga o'tishlaringiz mumkin bo'ladi. Sizlarga uyimizni hozir ichki taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Remontlar chotka qilingan. Mana bu tarafda tashqi hojatxonalari. Keling, ichkarilarini ham ko'rsatib o'taylik. Remontlarga e'tibor beringlar. Hamma ishlar qilingan, polni parket bo'lgan. Bitta ikkita ishi faqat shu gilam parda qilish kerak bo'ladi va televizor, konditsioner o'rnatish uchun joylar tashib ketilgan. Bu birinchi xonamiz. Remontlarga e'tibor berasizlar. Issiq tizimlar o'rnatib qo'yilgan, yaxshi radiatorlar qo'yilgan. Demak, birinchi xonani ko'rib o'tdik. Mana bu tarafda ikkinchi xonamiz. Keling, har bitta xonamizni kirib ko'rsataylik. Mana bu deraza romlarimiz 2 sloyli, qimmat deraza romlar ishlatilgan. Aboylari chotka, hamyon natijali patolog, yorug'lik tizimlari ham yaxshi o'rnatilgan. Mana bu mehmonxona qilib ishlatishlaringizga mosroq bo'lgan xonamiz, yaxshi lyustralar qo'yilgan. Radiatorlarni ko'ryapsizlar, bitta xonani o'ziga 3 ta radiator qo'yib ketilgan. Isitishda muammo bo'lmaydi. Demak, 3 ta xonamizni ko'rib o'tdik. Mana bu tarafda kattalar yotoqxonasi qilib ishlatishga mos bo'lgan xonamiz joylashgan. Buni ham kattagina radiatorlar o'rnatib qo'yilgan va konditsioner, televizor o'rnatish uchun joylar tashib ketilgan. Xo'p, alohida yuvinish xonalari, remontlarini ko'rsatib o'ring. Polni kafel qilingan. Dushovoy holatda taxlangan. Dushovoyni ham ko'rsatib o'rasiz ichkarida. Mana bu tarafda hojatxonasi. Keling, hojatxonasini ham ko'rsataylik. Qarang, polni kafel bo'lgan, chiroyli remont qilingan. Ajoyibmi? Qarang, endi oshxonani ko'rsataman. 4 ta xonani ko'rib o'tdik. Oshxonamizda shu oshxona kengligida bo'lgan, balandligi 2 metrdan ziyodroq kattagina podval qismi ham mavjud. Dual konturli kotyollar o'rnatilgan. Faqat qiladigan ishingiz mana bu joyda oshxona garniturasini o'rnatasizlar va ovqatlanish uchun zona qilib qo'ysalaringiz ham ushbu joyda bo'ladi. Mana bu panoramli oynamiz orqali sizlar hovlini ichki supa qismlarini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Agar navis qilsalaringiz mana bu tarafda yopish imkoniyati ham va xonani yana ham uzunroq qilish imkoniyati bor. Oshxona hamda yuvinish xonalari uchun alohida kanalizatsiya tizimlari ham qilingan. Hovlimizda svet, suv, gaz hammasi ichkariga kirgan, shotchiklari o'rnatilgan va qurilishini aytib o'tdim, pishiq qilingan, o'zim uchun deb turib qurilgan. Pishgan g'ishtdan qurilish sifatiga gap yo'q. Egalari bilan kelsalaringiz agar birgalikda o'zlari sizga isbotlab ham beradilar. Demak, mana bu ikkita korobka holatdagi kottejlarimiz 730 million so'mdan baholandi. Ustida kelib savdolashsalaringiz naqd pulga yana o'tib beradigan joyi bor. Remontini o'zim qila olaman deganlar uchun va hozir ko'rib o'tgan remontlik mana bu 4 sotixlik kottejimizning narxi 840 million so'mga baholandi. Ipoteka varianti ko'rib chiqiladi. Asosan naqd ko'rinishda savdo bo'ladi. Demak, pastda to'liq ma'lumot uchun raqamlarimizni qoldirib o'tamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, to'liq manzillarni aytib o'tamiz. Keling, ko'ring, ushbu xonadonni sotib olib, xarid qilib, baraka toping.